Demak, dihidroga chatishtirishga doir masalalar ko'ramiz xudo xolasa endi. Ya'ni ikkita belgisi bo'yicha farq qiladigan. Yuqorida bittagina belgisi bo'yicha ko'rdik. Monodroga xudo xolasa endi dihidrogani ko'ramiz. Odamlarda ko'z rangining qora bo'lishi dominant A, ko'k bo'lishi ustidan sepkillarning bo'lishi dominant B, sepkilsizlik ustidan to'liq dominantlik qiladi. To'liq dominantlik demak oraliq irsilanish yo'q. Ushbu ikki belgi bir-biridan mustaqil holatda irsilanadi. Demak, bu bir-biriga birikmagan demoqchi. Mustaqil genlar ekan. Xo'p. Digitrozigota genotipli sepkilli qora ko'zli qiz. Yozib olaylik. Demak, belgilarni yozib olaman. Birinchi belgi. Birinchi belgimiz. Xo'p, nima deyapti? Qora bo'lishi dominant ekan ko'zning. Resessivi ko'k bo'ladi, ko'k ko'z. Ikkinchi belgi. Ana shuni milliy sertifikatda ko'zam deb yozishimiz kerak ekan-a? Qora ko'z, ko'k ko'z, resessiv, dominant deb. Ha, endi unchalik darajada e'tibor bermaydi, endi yozishingiz kerak. Xo'p, ikkinchi belgimiz sepkillilik bo'lyapti. Dominant B, sepkilli. Resessiv B bo'ladigan bo'lsa, sepkilsiz. Xo'p, chatishtirib oldik. Demak, genotiplar yozib oldik. Ushbu ikki belgi bir-biridan mustaqil holatda birikyapti. Mustaqil holatda kelyapti. Digitrozigota genotipli. Digitrozigota genotipli, xo'p, sepkilli debdi, sepkilli. Digitrozigota degan ikkita geni bo'yicha heterozigota degani. Dominant A, kichik a, dominant B, kichik b. Digitrozigota yozdik. Sepkilli deyapti, manaki sepkilli. Qora ko'zli deyapti, mana qora ko'z. Qiz deyapti, qiz. Xo'p, mana bunda X, bu yoqqa Y qo'yishimiz kerak emas, bu birikmagan mustaqil gen. Chatishtiryapmiz. Xo'p, sepkilsiz debdi. Sepkilsiz bo'lish uchun resessiv B bo'lish kerak. Qora ko'zli debdi. Qora ko'z bo'lish uchun dominant bo'lish kerak. Bizlar ikkilanib qolamiz. Mana bu yerga dominant qo'yamanmi yoki reessiv qo'yamanmi deb. Shunda bizlarga ustoz bu yerda. Qora ko'zli heterozigota genotipli. Ozroq sabr qilib tursangiz, shuni aytmoqchiman ustoz. Xo'p, shunda bizlarga mana bu joy javob sifatida keladi demoqchi edim. Heterozigota genotipli degan deb. Shuning uchun mana bu joyga resessiv qo'yamiz. Yigitga turmushga chiqdi. Endi bundan gameta olamiz, qarang. Xo'p, belgilar bilamizki, juft holatda keladi. Dominant A, kichik a bor. Bundan gameta olamiz. Dominant A keladi. Mana bundan gameta olsak, dominant B gameta. Keyingi holatda endi shu dominant A bilan resessiv B kelishi mumkin. Dominant A, resessiv B. Endi resessiv A bilan yozamiz. Uzr. Mana buni demoqchi edim. Resessiv A bilan kelishi mumkin dominant B yoki resessiv A bilan resessiv B kelishi mumkin. Xo'p, yigitdan gameta olamiz. Xuddi shu kabi bo'ladi. Dominant A, dominant B, dominant A, resessiv B. Resessiv A, dominant B, resessiv A, resessiv B. Bu gameta olishga hamma tushunyapti, ha? Tushuntirishim shart emas menimcha. Unda tushuntirgan edim. Nazariy qismda ham. Xo'p. Ikkinchi gameta noto'g'ri bo'ldi-ku. Ha, to'g'rilab qo'y. Ikkinchi gameta. Xo'p, bas qarayman. Pentkitaga joylashtirib olamiz. Xo'p, qaysi bir xato bo'ldi deyapsiz, ustoz? Yuqoridagi noto'g'ri bo'ldi. Katta kichkina b, katta kichkina a, kichkina b bo'lish kerak. 4 ta emas, 2 ta chiqadi. 2 ta chiqadi-da bittasidan. Yo'q, chiqadi, 4 ta chiqmaydi. Mana bu e'tibor bermayapman-ku. Xo'p, masalamiz shartida demak, digitrozigota pasapach. Xo'p. Boshqa masala oson. Deyaptilar menimcha, shu. Hozir. Katta, kichik a, kichik bdan 2 ta gameta chiqadi, 4 ta emas. Bu tarafingiz to'g'ri edi, Yo'q, bu taraf to'g'ri.
Ha, bu yoq taraf, chap tarafdagi noto'g'ri. Ahamiyati yo'q, ikkalasi ham bir xil-ku. Hop, ikkalasi ham Onaniki geterozigot edi-da bu. Tepadagi onaniki edi-ku. Hop. To'g'rilab qo'yamiz buni. Hop, kimdandir ovozim qaytyapti ustozlar. Muhammadjondan. Demak, degeterozigota genotipda sepkilli qora ko'zli qiz degan qizniki degeterozigota deyapti. Mana bu qiz bizda. Mana bu qizniki mana. Bu yigit bo'lyapti. Yigitning genotipi manaki. Imtihonda mana shular ko'rsatishingiz kerak. Mana bu kabi. Oldik. Ustoz, Oilada genini kichkina bir qilib qo'yasizmi? Katta bo'lib qolibdi. Katta ha, kichkina mana bunimi? To'g'ri. bir, kichkina a, kichkina b. Demak, masalamiz shartida oilada sepkilsiz, qora ko'zli farzand tug'ilish ehtimolini aniqlang deb yozib olamiz. Sepkilsiz bo'lishi uchun resessiv B bo'lishi kerak. Qora ko'z bo'lish uchun dominant A bo'lishi kerak. Buni yonidagisini ahamiyati yo'q. Gamma-zigota bo'lsa ham olamiz, heterozigota bo'lsa ham olamiz. Mana shuni so'ragan bizdan. Bular izlaydigan bo'lsak, dominant A Ikkinchisi resessiv ham B qizil bilan belgilab kichkina chiqaman. bir Ikkinchingiz bo'ladi. kichkina bu bo'ladi, ha, chiqadi. xato bo'lib qoldi. Ha, kichkina Behruzbek- tepadagi ustoz. Tepani Tepadagi to'g'ri. ikkinchisidan xato. So'ng. Bu ham xato bo'lib ketibdi-ku. Hmm. Hop. Boshqa masala olganim yaxshi ekan o'sha. Ko'rishni. Ha, Degeterozigota bo'ldi. genotipda. Endi davom etavering. Bulardan biri ham xatolik. Demak, dominant A resessiv B mana ikkita joydan chiqyapti. Buni yozib qo'yaylik, gametasini qanaqa tipda bo'ladi. Kichkina a, kichkina b. Dominant A gamma zigota resessiv B ikkalasi ham. Bu dominant A resessiv A, resessiv B, resessiv B bo'ldi. Nima degan? Foizini so'rang debdi. Foizini toping debdi. Umumiy 4 ta avlod chiqdi bizda. Biz buni 100% deb olamiz. Qarang, kichkina bni olmadingiz-da hozir. Ha, chip ketdi o'shani kichkina bu qilish kerak. Kichkina b. Katta Tepada. kichiga, katta b kichik bdan ikki xil hozir bo'ladi-ku gameta. Katta kichik b, kichiga kichik b. Ana shu yerdagidan faqat kattani kichkina qilib qo'ysa bo'ldi. Xo'p, demak, bizlarga keraklisi birdan genotipni yozib ketaman. Dominant A resessiv B kerak edi. Birinchi qatorni ololmaymiz, dominant B bor sababi. Tushunarli bu. Mana buni olamiz. Mana dominant gamma zigota A resessiv B. Bu dominant A bo'lyapti, heterozigota bo'lsa bu gamma zigota B bo'ldi. Pastdan ololmaymiz, dominant B bor. Keyingisi dominant A resessiv B bo'ladi. Mana buni ham ololmaymiz. Sababi tarkibida dominant A geni yo'q. Bizga dominant A geni kerak edi, bitta bo'lsa-da. Umumiy 8 ta avlod oldik. Bu 100% bo'ladi. Quyidagicha genotipli nechta deymiz endi? Bunaqangilari sanab chiqsangiz 3 ta bo'lyapti. Bu xo'p. 12,5 bo'ladimi? O'ttiz yettida 5% chiqyapti-da, xato bo'lyaptimi? 37,5% chiqadi, to'g'ri. Lekin javob yo'q-da unaqa. Xo'p, boshqa chiqmayaptimi? Dominant B bor. Chiqyapti ikkitasi. Bu chiqmaydi. Dominant A bu demak 37,5 bo'lyapti. 37,5. Bu masala bo'yicha savollaringiz bormi? Qaysi qismga tushunmadingizlar? Mana. Behruzbek masalani tortib oling, bu shartini ko'rib oling. Xo'p. Navbatdagi masalaga o'tamiz. 21-to'plamni olyapmidik. ikki yuz sakkiz, 209.
Bo'ldi, o'tiring keyingisiga. Xo'p. Xo'p, gapirmasangizlar mikrofoningizni yopib qo'ysangizlar, ovoz juda kuchli qaytyapti menimcha. Xudo xohlasa 210-masalamiz. Masalamiz shartida fenilketonuriya resessiv tipda katarakta, avtosomal dominant tipda. Avtosomal dominant tipda irsiylanuvchi kasalliklar bo'lib, bir-biridan mustaqil holatda irsiylanadi debdi. Bu degani birikmagan deyapti. Mana bunday crossover deyapsizlar, o'shanda birikmagan demoqchi. Xo'p, ikki kasallik bilan kasallangan yigit va ikki kasallik bilan sog'lom qiz nikohidan ikki kasallik bilan sog' o'g'il va ikki kasallik bilan kasal qiz farzand tug'ilsa, oilada faqat fenilketonuriya bilan kasal farzand tug'ilish ehtimolini toping debdi. Fenilketonuriya resessiv tipda. Shuning uchun fenilketonuriyani Buni so'rabdi. nima deysiz ustoz? Kichik A kichik A'ni so'raganda bu yerda. Ha, demak fenilketonuriya debdi. Resessiv tipda irsiylanadiganligi uchun yozib olyapmiz. Fenilketonuriya. Buni dominanti sog'lom bo'ladi. Fenilketonuriya kasalligi bo'yicha. Katarakta avtosomal dominant tipda irsiylanar ekan, ikkinchi belgimiz. Dominanti B bo'lsa katarakta. Katarakta. Demak, buning resessivi sog'lom bo'ladi katarakta bo'yicha. Masalamizning shartiga ko'ra ikki kasallik bilan kasallangan yigit debdi. Ikkalasi bilan kasal bo'lishi kerak. Fenilketonuriya bo'yicha kasal bo'lish uchun resessiv A qo'yamiz. Gamma-zigota holatda agar mana bunday qilib kasal deyapman desangiz, mana bu A ning hisobiga sog'lom bo'lib ketadi mana bu. Dominant A ustunlik qiladi. Shuning uchun unda yoza olmaymiz. Katarakta bo'yicha kasal bo'lish uchun dominant B qo'yamiz. Yondagini bilmaymiz, chatishtiryapmiz. Ikki kasallik bilan sog'lom qiz debdi. Qiz ikki kasallik bilan sog'lom bo'lish uchun dominant A qo'yamiz. Fenilketonuriya bilan sog'lom bo'lish uchun dominant A qo'ydik. Yondagini bilmaymiz. Ikkinchi kasallik bo'yicha sog'lom bo'lish uchun resessiv B qo'yamiz. Masalamizning shartiga ko'ra endi ikki kasalligi bilan sog' o'g'il va ikki kasalligi bilan kasal qiz farzand tug'ilibdi. Ikkala kasallik bo'yicha ham sog' ham kasal tug'ilish uchun bular heterozigota holatda bo'lishi kerak bo'ladi. Agar buni gamma-zigot olib qo'ysangiz, mana bu farzand tug'ilmaydi. Yoki olib ko'rsataymi? Dominant qilib, xato qilib ishlab. Ko'p tushunarli. Xo'p. Bundan gamet olamiz endi. Resessiv A dominant B, resessiv A, resessiv B. Bu yigit edi. Bu qiz. Qizdan gameta olamiz. Dominant A, resessiv B. Hozir buni keyin chiqqanini qaysi biri qiz, qaysi biri o'g'illigini qanday bilamiz? Ahamiyati yo'q buni. X ga Yo. Avlodning yarmi kasal, yarmi sog'lom bo'lyapti. X, Y ning aloqasi yo'q bu yerda. ha, Yarmi sog', yarmi kasal bo'lyapti. Masalan, shartda aytyapti-ki, ikkita kasal qiz, ikkita kasal o'g'il deyapti. Umumiy 4 ta farzand tug'ilgan bo'lsa, masalan, uning yarmi sog'lom, yarmi kasal bo'lyapti. Kerak emas bizga. Unda qolaversa mustaqil gen deyapti. X ga birikkan demagan, bular X ga birikmaydi ham. Organizmdan yozib olamiz. Dominant A, yuqoridan resessiv A, yuqoridan dominant B, resessiv B kelyapti pastdan. Dominant A, resessiv A, resessiv B, resessiv B. Resessiv A bo'ladi. Dominant B ni tepadan olsa, resessiv B pastdan olyapti. Xo'p, gapirmasangizlar mikrofoningizni o'chirib qo'ysangizlar, ovoz qaytmas edi. Oilada faqat fenilketonuriya bilan kasal farzand tug'ilish ehtimolini aniqlang degan. Faqat fenilketonuriya bo'yicha kasal bo'lish uchun resessiv A ni so'rayapti. B ni aloqasi yo'q. Mana B genining aloqasi yo'q. Bizlarga sog'lom bo'lsa ham, kasal bo'lsa ham olib ketamiz. Mana buning aloqasi yo'q, kerak emas bu. Umumiy 4 ta avlod oldik, 100% qilamiz. 50% ekanda. Endi penitga tagan ichidan ikkita resessiv A birga kelgan joyini izlaymiz. Ikkita resessiv A mana bu yerda birga kelgan mana.
Keyingi holatda mana bu yerda 1 ga kelgan. Ikkita resessiv A. Mana shunaqangilar. Ikkita ekan. 4 taning ichidan ikkita bo'lyapti. Qancha desangiz bu 50% bo'ladi. Mana. D variant bo'ladi. Bu yerda faqat fenilketonuriya bo'yicha-ku. Nima bu yerda kataraktani ham olib qo'yibsiz-ku. Kataraktan Faqatgina olmadik. fenilketonuriya bo'lsa, mana bu retsessiv belgilarni o'zi bo'ladi. Yo, savolni noto'g'ri tushunibman, to'xtang. Shunda 25% bo'ladi. Xo'p, masalamiz shartini qaytadan o'qiyman. Faqat fenilketonuriya bilan kasal farzand tug'ilsin debdi. Faqat fenilketonuriya bilan debdi. Shunga e'tibor berishimiz kerak biz. Demak, ikkinchi belgi bo'yicha sog'lom degani, ikkinchi belgi bo'yicha sog'lom bo'lsin deyapti. Sog'. Xo'p. Demak, bizlar olishimiz kerak. Ikkinchi belgi bo'yicha sog' bo'lish uchun resessiv B bo'lish kerak deymiz mana bu joyga. Mana resessiv B. Penit ichidan biz mana bularni izlaymiz. Masalamiz shartida demak, faqat fenilketonuriya bilan deganlik uchun oldik. Agar mana bu yerda faqat so'zi bo'lmaganda edi, 50% qilib olib ketardingiz. Hozir ishlaganim kabi. Yo'q, bizga ammo faqat degan so'zi bor. Bu avlod izlaymiz endi. Resessiv gamma zigota bo'lishi kerak. Bu bittagina chiqadi mana bu yerdan. Bular soni 1 dona bo'lyapti. Bittasini foizini topib qo'yasiz. Mana shu joyga tushunmay qoldim Behruz. Xo'p, hozir. Faqat fenilketonuriya bo'yicha kasal deyapti-da. Ha. Bunday masalalarda faqat fenilketonuriya kasal bo'lsin degani faqatgina bitta kasallik bo'yicha kasalni olyapti. Faqat fenilketonuriya bo'yicha kasal bo'lsin, ikkinchisi bo'yicha sog'lom bo'lsin deganida. Ikkinchisi bo'yicha mana bu katarakta bo'yicha sog'lomini olishimiz kerak. Agar faqat so'zi bo'lmaganda edi, Bo'ldi, tushundim. faqat so'zi bo'lmaganda edi, demak B genining ahamiyati yo'q deb olardik. Men aytdim-ku birinchi tushuntirganimda B genining ahamiyati yo'q deb olamiz dedim. Qachonki unday olamiz, faqat so'zi bo'lmasa olar edik. Tushunarli. Xo'p, savollaringiz bormi bu masala bo'yicha? Ikki yuz o'n ikkinchi masalamiz. Odamlarda sepkilli bo'lishni dominant A, sepkilsizlikni resessiv A ta'minlaydi. Bular to'liq dominantlik qiladi. Sochlarning jingalak bo'lishi gamma zigota dominant, tekis bo'lishi gamma zigota resessiv, oral holatda taram-taram bo'ladi deyilgan. Yozib olamiz belgilarni. Dominant A bo'lsa sepkilli. Yondagisini ahamiyati yo'q bo'lyapti. Agar resessiv kelib qoladigan bo'lsa, sepkilsiz bo'ladi. Dominant A ni sepkilli deb oldik. Resessivi sepkilsizlik ekan. Resessiv sepkilsiz. Ikkinchi belgi. Gamma zigota dominant B bo'lsa, gamma zigota 1 ga kelib qolsa qarang mana. Soch rangi jingalak bo'lyapti. Jingalak. Oral holatda esa heterozigota holatda taram-taram bo'ladi debdi. Taram-taram. Gamma zigota resessiv esa silliq. Savollaringiz yo'q, davom etamiz. Suni Solijonov ustozning genetika 1 kitobidan. Didroga chatishtirish. Masalamiz shartida demak, sepkilli, sochlari taram-taram qiz o'ziga o'xshash genotipli yigit bilan turmush qurdi. Yozib olamiz. Sepkilli bo'lish uchun dominant bo'lish kerak. Chiziqcha qo'yamiz, yondagisini bilmaymiz. Sochlari taram-taram degan, taram-taram bo'lish uchun heterozigota B bo'lish kerak deymiz. O'ziga o'xshash yigit bilan turmush quribdi. Dominant A, heterozigota B turmush qurdi. Oilada esa, oilaga tug'ilayotgan farzandlarga qaraymiz. Oilada sepkilsiz, silliq sochli farzand tug'ilibdi. Oilamizda farzand deb qo'yay.
farzandlar ichida qanaqangiz tug'ilyapti? Sepkilsiz ekan. Sepkilsiz bo'lish uchun resessiv A bo'lishi kerak. Silliq sochli bo'lish uchun resessiv B bo'lishi kerak. Quyidagicha genotipli avlod chiqishi uchun biz bularni heterozigota holatda yozib olamiz. Gammazigota dominant qilib qo'ysangiz agar bu avlod yuzaga chiqmay qoladi. Tushunarli? Gamet olamiz bundan. Dominant A, dominant B, dominant A, recessive B, recessive A, dominant B, recessive A, recessive B. Yigit ham xuddi shu tartibda bo'ladi. Ikkalasini ham genotipi bir xil deyilgan. A, recessive B, recessive A, dominant B, recessive A, recessive B bo'ldi. Penitga tagini chizib olamiz. Penit chizishga penit ichidan nisbatlar yodlovsangiz o'zgarmas sonlarni har doim bir xil keladi. Fenotip va genotip yodlovsangizlar. Oilada savolga qaytamiz. Sepkilli, jingalak sochli farzand tug'ilish ehtimolini aniqlang. Sepkilli bo'lish uchun dominant A gen bo'ladi. Jingalak soch bo'lishi uchun dominant B gamma zigota holatda bo'ladi. Shu avlodni izlashimiz kerak. Umumiy 16 ta avlod bor. Buni 100% qilamiz. Bu xo'p, nechta chiqyapti? Genotipi demak. Dominant A, gamma zigota dominant B. Bitta bu, mana bu yerda bitta chiqyapti. Boshqa o'zi chiqmasa ham kerak. To'g'rimi? Yana bitta chiqadi. Qatorni 3-ketagida ustoz. Ha, A geni bo'yicha ahamiyati yo'q bizlarga, to'g'ri. Mana bumi ikkita chiqyapti. Ikkitasi qancha Eng deymiz? tepadagida bor ekan. Yana mi Ustoz? bormi? Tepada. Ha, tepada Ha, ham bor ekan. tepada 3-chi. Tepada ham bor ekan. Mana bu chiqadi. Dominant A, gamma zigota recessive B. Bu bo'lmaydi. Bu bo'lmaydi. Ikkinchi ketak 3-chisida ham bor menimcha. Ha, yo'q, Ikkinchi to'g'ri 3 ta bo'ladi. 3 ta. Boshqa chiqmasa Yo'q. Katta, kichik, ha, bo'ldi, ustoz uzr. U B bo'lib ketdi. Kichkina B bo'lib ketdi. Hop. 3 taqsim 16 degani 12,5 yoki 6,5 mi? 6,25 12 bo'lsa. Necha foiz ekan bu? Xo'p, agar 4 bo'lganda 25% bo'lardi, 12,25 mi? Nima uchun 3 ta? 18,75. 18,75. 18,75 ekan. Nimaga bunaqangi raqam chiqib qoldi? 212-ni silamiz. Menimcha adashmadik, to'g'rimi? Qaytadan o'qib chiqaylikchi. Heterozigot organizmlarda BB taram-taram bo'ladi, to'g'ri. Sepkilli deganlik uchun dominant A qo'yib oldim. Sepkilli degani uchun dominant A. Sochlari taram-taram heterozigota B. O'ziga o'xshash yozib oldik. Oilada sepkilsiz tug'ilish uchun recessive A tug'ilishi kerak, tug'ilyapti. Oilada sepkilli dominant A degani, jingalak gamma zigota dominant B degani. Farzand tug'ilish ehtimolini aniqlang. 18,75% bo'ladi. Mana shu javob bo'ldi bizga. Masala yechim bo'yicha savollaringiz bormi? Yo'q, ustoz. Eshitaman. 16 tani 100% deb oldikmi ustoz? Ha, o'zi 16 ta chiqyapti mana bu yerda. 1 2 3 4 16 ta chiqyapti, to'g'ri. Ha. Ana u katta va kichik bilan hisoblab ko'ramizmi qo'shib? Balkim shunda to'g'ri chiqar. Yo'q, unday qilsak. U ham unda taram-taram bo'lib qoladi. Ha, taram-taram qoladi. Jingalak to'g'ri kelmaydi-da u. Taram-taram bo'lib qoladi. Yo'q, to'g'ri ishladi. Sepkilli, jingalak Bir ikkitasida xato bor sochli. edi. Kalitlarda xato bor edi o'zi. Bir ikkitasida xato yozilib ketgan. Mana bu yerda
kalt xato emas. Mana bu yerda raqam qaysidir xato ketib qolgan bo'lishi mumkin endi. Savolda boshqa narsani so'ramoqchi bo'lgandir balki. Xato ishlaganimiz yo'q. Davom eting. Bundan birdan keyingisini o'qiyverasizlarda. Digitrozigota Xo'p. nechinchidir masalamiz ekan. Raqam ko'rinmay qolibdi. Digitrozigota yirik ko'sak novotrang tolali o'simliklar o'zaro chatistirish natijasida jami 100 ta mayda ko'sak novotrang tolali o'simliklar olingan bo'lsa, yirik ko'sak novotrang tolali o'simliklar sonini aniqlang debdi. Belgilar yozib olamiz. Dominant A bo'lsa yirik ko'sak, resessiv bo'lsa mayda. Dominant B bo'ladigan bo'lsa novotrang. Keyingi qaysi bor edi? Keyingi rangimiz qanday ekan? Novotrang bo'lsa bu. Menimcha novotrang gitrozigota chala Novotrang gitrozigota holatda Ha, bo'ladi-ku. anavi gomozigota dominant malla bo'lsa kerak. Shunday. Digitrozigota yirik ko'sak novotrang tolali. To'g'ri. Oraliq Chaladan holatda birda. novotrang. Hop. Novotrangda ha gitrozigota bo'ladi. Menimcha resessiv kulrang bo'ladi. Endi oraliq kichinasi endi Yo'q, dominant gomozigota malla bo'ladi. mallamidi. Resessivi anavi bo'ladi, oq bo'ladimi? Shunday. G'o'zadamidi bu adashmasam. Ha, g'o'zani tolasi. Ha, shunday. Hmm. Ana u yirik deganingiz ham katta kichikka bo'ladi. Sababi digitrozigota deb berdi masalan shartida. Yo, bu Katta oraliq kichikka emas. oladi. Oraliq emas, to'liq dominant. Oraliq emasda bu. Digitrozigota degani uchun katta kichik olamiz o'shani ham. Yo, chatishtirilayotgan avlod aytyapti, digitrozigota deb. Mana bunda oraliq xarakteri yo'q menimcha. Yirik bilan maydada o'rtacha degani. Yo'q, bunda yo'q ustoz. O'rtachasi yo'q bunda. Mana digitrozigota yirik ko'sak novotrang tolali. Menimcha yo'q bunda. Digitrozigota yirik ko'sak deganligi uchun dominant A, dominant B. Novotrang bo'lyapti mana. Digitrozigota ham bo'lyapti. O'simliklar o'zaro chatishtirildi degan. O'zaro chatishtirilish natijasida 100 ta mayda ko'sak novotrang tolali o'simliklar olindi. Endi chizishimiz shartmi bunga? Shart chizing ustoz. Mayli chizamiz. Xo'p, dominant A. Demak, resessiv. Resessiv A, dominant B, resessiv A, resessiv B. Keyingisi dominant A, resessiv dominant A, dominant B. Dominant A, resessiv B. Resessiv A, dominant B, resessiv A, resessiv B. Fenotipga tagiga joylashtirib olaman. Mayda ko'sakni eng oxirida resessiv deb olamiz endi 100 tani. Penit shart emas, o'zi aslida bu masalalarimizga Nolavoylarga dars o'tyapman deb o'tiravering ustoz. Biza nolavoy hali birinchi sinf emas. Hop. Masalan, shartga qaytamiz. Masalamizning shartida 100 ta mayda ko'sak novotrang tolali debdi. Yozib olaman 100 tani genotipini. Mayda ko'sak deganligi uchun resessiv A qilamiz. Novotrang tolali degani uchun heterozigota B qilaman. Novotrang tolali. Bularning soni 100 ta ekan. Penitka tagini ichidan izlaymiz bular nechta chiqishini. Heterozigota B bo'lishi kerak bizlarga, to'g'rimi? Ikkita chiqadi-da ustoz. Mana bu yerdan bitta chiqyapti. Mana. Ha, pastkidan ham bitta chiqadi. Kechiga qo'yib ketaman. Mana bu yerdan Pastki bitta uchinchi. chiqyapti. Keyingisi Pastki mana uchinchi. bundan bitta chiqadi. O'zi diagonal bo'yicha Ha. chiqsa kerak o'zi. Ha, bo'ldi. Boshqa chiqmasa kerak o'zi. Mana diagonal bo'yicha chiqadi o'zi ko'p hollarda. Ha, To'g'rimi? Chiqmasa Ha, kerak izlab shunday. ko'rasizlar. Chiqmaydi, to'g'rimi? yo'q. Demak, bizlarda ikkita chiqdi.
Masalamizning shartida yirik ko'saklikni so'ragan. Yirik ko'saklikning genotipini yozamiz. Dominant A bo'lishi kerak. Novvotrang tolali debdi, heterozigota B bo'lishi kerak. Bular sonini yozamiz. Dominant A, heterozigota B. Mana bu bo'ladi. Bunga keling, boshqa rangda bitishga qo'yaylik. Masalan, oq. Mana. Bu-chi. Heterozigota B bo'lishi uchun mana bu bo'ladi. Bu bo'ladi. Mana bu bo'ladi. Mana bu ham bo'ladimi? Dominant A, heterozigota B bo'lyapti. Ha, bo'ladi. Pastdagisi. Mana ko'ryapsizlar, diagonal bo'yicha chiqyapti ikkalasi ham o'zi umuman. Yana ham chiqadimi boshqa? Dominant A, recessive B. Heterozigota B bo'lishi kerak bizga. Heterozigota B. Boshqa chiqmayapti. Bularning soni 6 ta bo'ldi. 2, 4, 6 ta. Olib qo'yma 6 ta bo'lsa, nechta chiqadi deymiz. 6 ni 100 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. 300 bo'ladi. 300. Mana proporsiyaga tushunarli bo'ldi. Xohlasangizlar 6 ta bo'lganda 2 ta deng. Mana bu 100 ta bo'lganda qancha desangiz ham 300 bo'ladi. Ikkalasi bir xil narsa. Qaysi biridan foydalansangizlar ham. A variant bo'ladi bizga. Tushunarli masalamiz. Yoki tushunmadingizlarmi? Qaysi qismda Tushundik. savollaringiz bor? Men hozir guruhga bir ikkita rasm tashladim. Mana shu nima genetikada chala dominantlik tahlilicha shuni bittasini ko'rib kitobni PDF'ini ham menga. Xo'p. 221-masalamiz g'o'za o'simligida ko'saklarining yirik bo'lishi. Hozir ichini ko'rdik o'zi. Shuni eshitaveramiz. Qo'nig'i bor ekan bunda. Bunda Hozirgi qo'nig'i masalamiz yo'q ekanda, ekan. hozirgi masalamizda demak birinchi tipida aytilgan ekan, e'tibor bermayapman men. Keyingi tiplarni olgan ekanman mana bu yerda. Xo'p, mana Qo'nig'i bilan oq bor ekanda. ha. Oqmidi qani edi? Xo'p, o'simligida ko'saklarning yirik bo'lishi, mayda bo'lishi ustidan mana to'liq dominantlik qiladi debdi. Mana bu to'liq ekan. Bizlar to'g'ri yozgan ekanmiz. Mana buni to'liq deb olib ketgandik. Qo'ng'ir rangda bo'lishi mana chala dominantlik qilar ekan, buni ham to'g'ri olibmiz. Chala dominantlik qilib ketdik, to'g'ri. Masalan, shartda aytib ketadi o'zi. Bunaqangi qilib, men faqat boshqa keyingi tiplarni olganligimiz uchun birinchisini aytganim uchun keyingini aytmagan ekan. Diydraga chatishtirishga doir masalalar bu. Hammasi genetika siz aytganingiz ham umumiy genetikani ichida bizlar Mendelning 3-qonunini o'rganyapmiz. Diydraga chatishtirishga doir masalalar. Birinchi ko'rganlarimiz monodroga bo'yicha chatishtirish edi. Malina o'simligida Ertaga krossingovni ham ko'ramizmi biz? Xudo xolasa ko'ramiz, mayli. Hop. Malina o'simligida mevasining to'q qizil rangda bo'lishi, ochiq qizil rangda bo'lish ustidan, poyasining tikonli bo'lishi, tikonsiz bo'lish ustidan to'liq dominantlik qiladi. Yozib olamiz. Dominant A bo'lsa to'q qizil. Krassingoverni ko'ramiz. Krassingover bundan 5 battar qiyin-da, tushunasiz ham debman-da. Bu ochiq qizil. Yo'q, ba'zida murakkab masala uchun qo'shilganda ustoz. Bir oy qolgani uchun shu murakkab masala bo'yicha ishlaymizmi deb anaqa qiluvdik-da. Biz hozir milliyga topshiramizda 28-29 ga Ha, martlarda. Shuning uchun men bu krassingoverni murakkab bilan Hardivanber ko'p tushayotgani uchun aytayotgandim-da ustoz. yo'q, muammosi yo'q. Tushunasizlarmi demoqchiman. Tushunsangiz tushuntiraman demoqchiman-da, tushunsangiz. Ha, yo'q, tushunadiganlar uchun bir Ha. murakkablarni ham ertaga ko'raylik deb aytdim-da. tushunadiganlar uchun. Xo'p, demak, men davom Endi etyapmiz. har bir kishi uchun alohida qilmaydilar. Shu uchun biz ham hozir oddiyni ham murakkabni ham ko'rib ko'ryapmiz-da. O'tadigan narsani. Xo'p, 230-masalamiz. Mevasi to'q qizil rangli, poyasi tikonli o'simlik. Mevasi ochiq qizil rangli, poyasi tikonli o'simlik bilan chatishtirilayotgan avlodni yozib olamiz.
parentali desak fenotip va genotip. Onasi desak 9 rangli ekan, 9 bo'lish uchun dominant A bo'lish kerak, yondagisini bilmaymiz. Poyasi tikonli debdi, tikonli bo'lish uchun dominant B bo'lish kerak, yondagisini bilmaymiz. Chatishtiruv belgisi. Yigitni yozamiz. Yigitning xo'p, genotipi. Mevasi och qizil rangli debdi. Och qizil bo'lish uchun resessiv A bo'lish kerak. Poyasi tikonli. Poyasi tikonli bo'lishi uchun dominant B bo'lish kerak mana. Yondagini bilmaymiz. Bu yigit. Fenotipi. Chatishtirildi. 50 ta och qizil, 50 ta. Och qizil degan och qizil bo'lish uchun resessiv A bo'lish kerak. Poyasi tikonsiz debdi. Tikonsiz bo'lish uchun resessiv B bo'lish kerak. O'simlik olinibdi. Barcha belgisi bo'yicha gamma-zigota resessiv avlod chiqish uchun bular heterozigota holatda bo'ladi shunda. Mana bu avlod chiqishi uchun men bularni heterozigota holatda yozdim. Boshqa holatda yozib qo'ya olmaysiz. Qoida bo'yicha avval onaning gametalari yoziladi qoida bo'yicha. Mana bunaqasiga. Tepaga dominant A, dominant B. Dominant A, resessiv B, resessiv A, dominant B, resessiv A, resessiv B. Endi erkakniki, yigitniki. Resessiv Ana shu ham to'rt barber ekan. Ha, resessiv A, dominant B, resessiv A, resessiv B. Penilkitaga joylashtiramiz. Bizdan nimani so'rabdi? 50 ta chiqadigani hozir mana bu bo'lyapti. Mana shu 50 ta bizda mana. Masalan, shartning davomini o'qiymiz. Avlodda och qizil mevali, poyasi tikonli o'simliklar sonini aniqlang. Och qizil meva bo'lish uchun resessiv A, poyasi tikonli bo'lish uchun dominant B bo'lish kerak. Resessiv A, resessiv B larimiz bir dona bo'lgan vaqtida masalamiz shartida so'ralgan avlod nechta deb olaman? Resessiv A, dominant B bo'lish kerak. Bitta, ikkita. Yo'q, tepadagisi. Ikkita chiqyapti. Ikkita. Bizda mana bu ikkala belgisi bo'yicha resessivlar soni 50 ta degan. Ikkita bo'lganda qancha deymiz? 100 ta bo'ladi. Tushunarli bo'lyapti-ya? Masalamiz shartida mana buni o'zi berib ketgan. Bular bir dona chiqar ekan mana bu yerda mana 50 ta dedik, 50 ta. Bir dona bo'lganda masalamiz shartida 50 ta uchun hisobladigan, 50 ta uchun. Bir dona bo'lgan vaqtida bu, mana bu yerda bir dona chiqgan vaqtda, masalan shartda so'ralgan organizm 2 ta chiqyapti. 50 ta bo'lgan vaqtda nechta chiqadi deyapmiz? 100 ta chiqar ekan. B variant bo'ladi. Tushunarli-ya? Bir dona deganingizga tushunmadim-da. Mana bu yerda bir dona chiqyapti-ku, mana bu yerda. 50 qo'yib qo'yibsiz-ku. Masalamiz shartida 50 ta degan, sizda pinnet ichidan nechta chiqyapti hozir? Mana bu avlod pinnet ichiga qarang. Izlang mana shuni Ha, qangalarni. bitta. Qarang, och qizil mevali, poyasi tikonsiz ekanda. Ha, Ha, shunaqangilar bitta. pinnet ichidan nechta chiqyapti? Bittagina. Ha, bitta mana o'sha so'radi. bittamiz manaki. Bitta chiqgan vaqtida, pinnet ichidan bitta chiqgan vaqtida, masalan shu shartida so'ralgan organizm nechta chiqyapti ekan ustol? Resessiv A, dominant B. Ikkita chiqyapti, to'g'rimi? Mana qarang. Ikkita. Ha, Ikkita. ikkita. Ha. Bittaga ikkita chiqyapti. Birga 2 nisbatda. Masalamiz shartiga ko'ra sen 50 ta uchun hisobla deyapti-da, bizlar hozir bitta uchun hisobladik. Masalamiz shartida mana shu bittani o'rniga sen deyapti. 50 tani olsang, mana bundan nechta bo'ladi degan. Resessiv A, dominant B. Qolgani nechta? Endi tushunarli bo'ldi. Mana bu 50 ta deb yozganim. Ha. Masalamiz shartda aytilgani. Ammo pinnet ichida bundan bitta chiqyapti-da. Ha. Yana bitta ko'ramizmi masala bo'lmasa shu tipdan? Ha, ko'raylik. Resessiv bo'lsa mayda bo'ladi. Hop. Mana buni katta deb olamizmi? Katta ko'sakli, yirik bo'ladi-da. Yirik. Keyingi Oral o'rtacha. holatda bo'lsa o'rtacha bo'ladi.
O'rtacha. Savol o'rtasidan olganim uchun hozir boshqa nima, mana bu qism aytiladi aslida. Hozir bizlarga mavhum bo'lib qolgan. Asli aytib ketilgan masala Domla, domla. eshitaman ustoz. Hozir qarang, mana gultoji barglari to'q qizil rangli, o'rtacha ko'sakli lola. Xo'p, och qizil gulli, o'rtacha ko'sakli lola deyapti-ku. Bu geterozigota bo'lmaydimi? Ha, geterozigota Yo, bo'ladi. unaqa. Hozir Yo, mana hozir hozir dominant to'q qizil qilyapsizda, keyin ani resessiv och qizil qilib alohida yozib olyapti. Shuni o'sha geterozigota holatida yozib ketsakchi, keyin ikkovini chachishtirganimizda 100 ta och qizil gulli mayda ko'sakli o'simligi hosil bo'lib qoladi, deyapti. Ha, ha. O'shanaqa resessiv holda yozib olsakchi, yo bo'lmaydimi u? To'g'ri kelmaydimi? Yo'q, Anaqa geterozigota degani. to'q qizil kuchli-ku, kuchli belgi gamazigota holatda bo'ladi-da. To'q qizil kuchli. Mana bu qizil kuchsizroq. Unda chiqmay qoladi, hozir yozib ko'ring-chi. Masalan, katta A dominant, kichkina resessiv bo'lsa, ana o'sha gultoji barg to'q qizil, o'rtacha ko'sak bo'lsin. Katta B bilan kichkina B och qizil, o'rtacha ko'sakli bo'lsa, keyin bir chachishtirib ko'rsak, yo anaqa chiqmaydimi? Xo'p, Maydani topolmay qolamiz. Chala dominantlik deyapti domla bular. Xo'p, chachishtirib ko'rishchi, mayli, ko'ramiz. 9 rangli degan 9 rangli gamazigota A. O'rtacha ko'sakli deganligi uchun geterozigota B yozib olamiz. O'simlik. Och qizil gulli degan och qizil bo'lish uchun resessiv A bo'ladi. Xo'p. O'rtacha ko'sakli deganligi uchun geterozigota B bo'ladi. O'zaro chatishtirildi. Gameta olamiz. Bundan dominant A, dominant B, dominant A, resessiv B. Buni ustidan gamet olsak, resessiv A, dominant B, resessiv A, resessiv B degan gameta hosil bo'ladi. Benetga tagiga joylashtirib olamiz. Benetga tagiga joylashtirib oldik. Masalan, shartiga qaytamiz. Chachishtirilganda 100 ta och qizil bo'lish uchun resessiv A. Xo'p, och qizil mayda gulli. ko'sakli. Mayda ko'sak bo'lish uchun resessiv B bo'lishi kerak. Lola o'simligi hosil bo'ldi. Avlodda hosil bo'lgan. Mana shuni sonni 100 ta degan. Xo'p, avlodda hosil bo'lgan qizil gulli, qizil bo'lish uchun. Xo'p. Geterozigota deyapmiz. Qizil gulli, ko'sak, o'rtacha ko'sakli degani geterozigota B debdi demak mana. Ular sonni aniqlang degan. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, masalamizni shartiga mana bu avlod bizlarga chiqmay qoladi, mana bu hozirgi chatishtirishimizda. Mana bu avlod chiqmay qoladi. Masalan, shartda mana bu yerda xato ketgan. Mana bu qizil emas, to'q qizil bo'ladi mana bu. To'q qizil. Mana shu yerda xato ketgan, shu demak to'q so'zi qolib ketgan. Agar bo'lmasa hozir oraliq xarakter bo'lyapti. Oraliq xarakter bo'yicha chatishtirib ko'radigan bo'lsak, chiqmaydi bu. Mana bu avlod hosil bo'lmayapti. Tahliliy chatishtirish ham emas-a bu domla? Tahliliy bo'lsa tahliliy deb aytadi. Yo'q, tahliliy emas. Hop, tushunarli bo'ldi shu qismi nimaga. Shuning uchun mana buni. Hop. Qizil yo'q-da mana bu yerda endi. Mana buni bittasini o'chirib qo'yaman. Endi o'zgartirishimiz kerak. Bizlarga resessiv A chiqishi uchun mana buni geterozigota holatda yozib olamiz. Ana katta B-ni ham o'chirib tashlayverasiz domla, yer ikkita. Yo'q, katta B to'g'ri bizlarga. Katta B'ga indamaymiz, to'g'ri. Mana buni geterozigota A yozib olamiz. Chatishtiradigan bo'lsak, endi gametalarimiz ham soni oshadi. Xo'p, yuqoriga mana buni qiz bola desak, buni yigit deyapmiz. Mana bu yerga qiz bolanikini yozyapmiz, mana bunga yigitnikini yozyapmiz. Endi keyingi gametalarimiz resessiv A bilan dominant B keladi. Resessiv A bilan Yigitniki to'g'ri, qiznikiga yana ko'paytiramiz ekanda.
Resessiv A bilan resessiv B keldi mana. Masalamizda shartiga ko'ra qaysi 100 ta chiqganida qaytadan yozib olaman. Lola ismligida. Hop. Och qizil gulli. Resessiv A deymiz endi. Och qizil gullini. O'rtacha ko'sakli degani uchun heterozigota B holatda yozib olamiz. Shuning soni 100 ta bo'lyapti. Masalan, shartda so'ragan narsa to'qqizil gulli debdi. To'qqizil gulli bo'lish uchun dominant A bo'lishi kerak. Yondagisini ahamiyati yo'q. O'rtacha ko'sakli deganligi uchun heterozigota B bo'ladi. Shuni sonini so'ragan bizga. Endi biz pinnit ichidan mana bularning soni nechtaligini aniqlaymiz. Resessiv A dominant B borini. Resessiv A dominant B, to'g'rimi? Bitta mana bu. Ikkita bor. Mana bu bilan 3 ta bor. Boshqa chiqmaydi. 3 ta bo'lyapti bu. Olib qo'yamiz 3 ta. Mana buning soni nechta bo'ladi deymiz endi. Proporsiyani ozroq noto'g'ri tashlab qo'ydim-da. To'g'rilab tashlang ustoz shuni. Mana buning soni Chalkash bizlarda bitta bo'lmaydi. bo'ldi, 3 ta bo'ldi, 3 ta bo'ldi. Bizlarga shuni masalan shartda 100 ta uchun hisobla degan. Hop. Bunda 4 ta bo'larmikan domla? Hop, resessiv A Yo'q. dominant B. Demak, dominant A bo'yicha va heterozigota B ga qaraymiz. Buni boshqa rangda belgilaylik. Dominant A, dominant B bo'lishi kerak. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta chiqyapti. Bunga 4 ta qo'yamiz. Qancha desak, hop, 400 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, necha bo'ladi bu? 400 ni 3 ga bo'lyapmiz, a? Butun chiqib qoladi. 133. Bu organizm resessiv A, resessiv B. Qizil gulli ham qilib ko'rsak, bu chiqmayapti-ku bu. Mana shu mos kelmaydi-ku birinchisi. Ustoz, mana shu proporsiyangiz 8 taning ichida 3 ta, 100 taning ichida qancha deymizmi? Yo'q, 8 ta nega? 3 ta chiqyapti-ku mana bu. Ana shu 3 ta 8 taning ichidan 3 ta chiqyaptimi? 8 ta uchun 3 ta chiqyapti. Ha, bizlarga umumiy avlod kerak emas-ku, 8 ta kerak emas bizlarga. Mana bu kerak 4 tasi. Shu 4 ta shuni ham 4 tani ham 8 taning ichida 4 ta deb bo'lmaymizmi? Yo'q, unaqa qilmaymiz. Qarang, mana chatishtirish bor-ku. Hmm? Boyagi katta A, katta B tepadagi qiz bilan yigitni birinchisidagi. Ana shuni o'chirib tashlang-da. Shunisi ana mos kelmaydi-ku baribir. Katta B bilan katta B bo'lib qoladi-da, ikkita katta bo'lib qoladi. Katta kichkina A, katta B, kichkina B bo'lib qoladi-ku. Birinchi mana chatishtirilganda. Mana Mana buni? pastdagi, mana pastdagi gametalar birga. Pastda, mana pinitga tagini ichida. To'g'ri deb ketgansiz-ku birinchisini. Ha, ichidagi, yani pastini. To'g'ri deb ketganingizni. To'g'ri-ku. Katta B bo'ladi. Bizlarga heterozigota kerak. Oraliq irsilanish bor, uzr. Mana shu katta B bo'ladi-da, heterozigota bo'lmaydi-da. Oraliq irsilanish unutib qo'ydim, kechirasizlar. Ha, oraliq irsilanish. Ikkita bor. Keyingisi mana bunda ikkita bor ekan. Bu bo'ladimi? Bo'lmaydi. Ikkita bor. Yo'q, bo'lmaydi. Pastdagisi bo'lmayapti. Bu ham chiqmaydi-ku. Hozir mana 3 tani 100 ta qildingiz-ku, o'sha ikkalasi resessiv holatda o'zi 100 ta bo'lsa, Bu to'xtang. Bitta chiqadi, bitta domla, ikkita chiqaryapsiz. Ha, bu Bitta ham chiqadi bu heterozigota yerda. ekan-ku. Bu ham heterozigotaga Ha, kechirasizlar. 300 ta bo'ladi javob. Shunda javob. Oraliq irsilanishi borligini unutib qo'yibman. Xo'p, demak izlaymiz. Resessiv A, heterozigota B bo'lishi kerak. Hozir bizlar B ga e'tibor bermadik. Gamma-zigota ham, heterozigota ham deyapmiz. Xo'p, resessiv A, heterozigota B. Bitta chiqyapti. Pastga qarasak, mana bu chiqadimi resessiv A? Ikkita chiqyapti. chiqadi. Masalamiz shartida buni 100 ta deb olgan. Bu so'ralgan, kimdandir ovozim qaytyapti-da negadir. So'ralgan avlodi dominant A, heterozigota B ni izlaymiz. Bitta, ikkita. Qancha desak, bu 100 ta chiqadi.
variant bo'ladi. Mana bunga e'tibor berishimiz kerak ekan, unutib qo'yibman men oraliqligini, belgini. Tushunarli bo'ldi? Savollaringiz bormi bu masala bo'yicha? Ustoz, mana shuni avvalgi anavlarda penitka tagiga moslab olaydik-da. Masalan, 16 ta penitka tag 64 taga nisbatan kichkina bo'lgani uchun 16 tani ichida 2 ta, 100 tani 2 ni o'rniga qo'yib, bunaqasiga proporsiya qilaylik-ku. Xo'p. Bizlarda xo'p, ustoz nechta avlod bor bizlarda? 8 ta. 8 ta bor. Xo'p, x qilamiz. Masalan, Masalan, X shartida. qilmaysiz, 8 tani ichida 2 ta qing. Xo'p, aytib ketavering. 2 ta qing, keyin 8 ni pastiga 100 qo'ying. Xo'p. 100 ta ichida qancha qing? Xo'p, ustoz, mana bu 8 nima bu? 8 ta gameta. Yo, 8 ta qanaqangi gameta? Avlod, olingan avlod. Umumiy avlodmi? Jami avlod. Jami. Umumiy avlod to'g'rimi? Xo'p. 100 ta nima edi ustoz? 100 tani ayting endi. 100 ni 2 ni pastiga qo'ying. Bizga 100 ta so'rayapti-ku, 100 ta 2 ni pastiga qo'ying. Endi Keyin ana shu 8 ni o'rniga 8 ni o'rniga nechta gametani topib olaydik-da? Xo'p, 8 ta 8. bo'ldi. Endicha 8 ni 2 ga bo'lasizda. nega 2 ga bo'lyapmiz? 100 mana proporsiya bo'yicha 100 ni 8 ga ko'paytirib 2 ga Ha, bo'lsak, bu yog'ini nechta bilmay ketdimmi? avlod olayotganimizni topib olamizda. Ha, xo'p. E'tibor bermay ketman. Xo'p, 400 chiqdi. Endicha? Ana shunday qilib topaylik-ku oldin biz. Xo'p, bu 400 nima edi ustoz? Olingan avlod. Jamisi to'g'rimi? Jamisi, ha? Jami. Masalan, shartga qaytamiz ustoz. Masalan, shartda bizlar nimani so'rayapti? Masalan, shartini qaytadan o'qing. Mana qizil bilan Menga belgi. ko'rinmaydi. So'ragan narsasini qaytadan o'qing siz. Avlodda Qizil hosil gulli bo'lgan o'rtacha. to'q qizil gulli o'rtacha ko'sak lola o'simlik sonini aniqlang deyapti. Ana shunda mana shu 8 tani ichida 2 ta shu to'q qizil gulli-ku. Ha? Shu turistlarni ichida 100 ta bo'lmaydimi? Aytib ketingmi, yozaman. Yo, aytadigan joyi yo'q bu yerda. Shu turistda olingan avlodning 100 tasi to'q qizil gulli emasmi deyapman-da. Shuni qaydan bilyapmiz hozir ustoz? Yo, bilyapsiz, lekin siz mana bu yoqqa tepaga yozganingiz mana bu retsessiv A bilan heterozigota B ni to'g'risiga 2, keyin 100 qo'yapsiz-ku, men ana shu narsangizga tushunmayapman-da. Xo'p, menga mana bu narsani yo'q. To'g'ri qildik-ku hozir ustoz. Xo'p, ustoz, mana bu narsani yo'q deb tasavvur qiling. Yo'q, bu narsani ko'rmayapsiz. Menga aytib ketavering, hozir qanday qilib topamiz o'shani? Mana 8 tani ichida 2 ta. Mana Xo'p. o'zimiz hozir gina Aha. 8 tagina anoq fenitka tagi qilib oldik. 8 Xo'p. tani ichida 2 ta. Bizga 100 tani topib olganingizda x qilganimiz 400 bo'ldi. 400 ni 8 ni pastiga qo'yganimiz uchun 400 ta avlod olinganda 100 ta to'q qizil gulli heterozigotal organizm oldik. 100 ta 9 gulliligini. Qarang, Noila. Yo, ustoz, to'xtab turing. Sizniki xato chiqyapti hozir. Bu yerda tug'ilgan avlodni ichida nechta degani yo'q. Bu yerda och qizil gulli mayda ko'saklining orasida 100 ta deb hozir 2 ta 100 ta to'g'ri kelib qolgani uchun to'g'ri kelyapti sizniki. Bo'lmasa to'g'ri kelmaydi. Yo, Tug'ilgan farzandlar nechtasi degan yo'q-ku, siz bilmay xato aytyapsiz. yo, to'g'ri. Men ustozniki ham to'g'ri. 2 15 130 bo'lyapti hozir. Men o'sha gapga olib boraman hozir. Ustoz, qarang. Masalan, shartda nimani so'rayapti? Genotipni ayting, men yozib ketaman ustoz. So'rayotgan avlodni. Avlodda hosil bo'lgan Xo'p. to'q qizil gulli, Xo'p. to'q qizil gulli bo'lish uchun Xo'p. biz A'ni Dominant olamiz. katta A, Xo'p. dominant A, ikkinchisini bilmaymiz nima bo'lsa, Yaxshi. keyin heterozigotal B qilamiz. Mana shuni so'rayapti, to'g'rimi? Bizdan shuni so'rayapti. Xo'p, buni 100 taligini qaydan bildik? Menda hozir bu 100 ta emas-ku. Masalan, shartida menda mana buni 100 ta deb beryapti. Resessiv A sini 100 ta deb bergan. Siz dominant A 100 taligini qaydan bildingiz demoqchiman ustoz. Men ham shuni aytyapman-da. Mana 2 100 bo'lgan. 2 ta qo'yib qo'ydik-ku mana
Mayli, ikkinchi sakkizta Qarang, Noila, siz vaqtni o'g'irlayapsiz. Umuman chalkam hammani xato qilyapsiz. U 100 ta hozir to'g'ri kelib qoldi. U Ha, bitta narsani bo'lsa ham tushunsam maylimi degdim-da, endi uzr, Yo- vaqtlaringiz Sizni yo'lingiz og'irlashdi. uzoq bo'lib ketyapti. Hozir domlaniki qisqa bo'ldi. Ustoz qarang. Mana bunday qilib siz mana bunday demoqchisiz. Demak, bizlarda turist avlod hosil bo'ldi, to'g'rimi? Ha, Turistlarning ichidan nechta, xo'p, dominant A, bilmaymiz keyingisini. Heterozigota B ni so'rayapti, to'g'ri? Mana so'roq qilib qo'ydim, to'g'ri? ha. Bizlarda jami nechta avlod olindi? Pinnitchada Sak- 8 ta. sakkizta oldik. Shu turizm pastiga 8 ni olib qo'ysam to'g'ri bo'ladi. To'g'ri bo'ladi. Endi mana buni pastiga nimani olib kelib qo'yay mana bu yerga, pastiga. Mana katakni ichida xuddi shu belgi nechta bo'lsa shuni olib kelib qo'yamizda. Xo'p, nechta bo'ldi bizlarda? 4 tami? Ikkita, Yaxshi, ikkita. 2 ta bo'ldi. Yaxshi. Xo'p, endi qancha deng? Mana so'roq necha chiqadi? 2 ni turizmga ko'paytirib 8 ga bo'laman. 2 ni 8, 8 ni 8 ga bo'lsam 100 chiqadi. 2 15 1 30 da ustoz. Xohlasangiz mana bunday qiling. Xohlasangiz siz hozir mana bu nazarda tutyapsiz. Xo'p. Bizlar nima qildik? Qarang. Masalamizning shartiga ko'ra bizga mana buni bergan. Lupachada qizilda ko'rsatyapman. Mana bu avlodni bergan. Recessiv A dominant B ni bergan. 2 ta deb bergan. Ha, 2 ta deb bizlar topib oldik pinnit ichidan. 2 ta bo'lgan vaqtda masalamiz sharti shuni 100 ta bo'lsin degan ustoz. Qarang, 100 ta bo'lsin, to'g'ri? ha. Endi bizda recessiv A dominant B 2 ta chiqgan vaqtda dominant A dominant B nechta chiqdi? 2 ta chiqdi. Mana bunga menimcha tushunmayapsiz-da siz, qarang. Hop. Mana recessiv A dominant Bitta B boshqa masalaga o'taylik. hozir bir minut ustoz. Heterozigota chiqgan vaqtida Qolganlarning tushunishini kutinglar. Tushunmagani uchun savol beribsiz. Xo'p, davom etamiz ustozlar mana. Recessiv A dominant B bo'lgan vaqtida bizlarda pinnit ichidan 2 ta chiqdi, to'g'rimi? Ha, Endi bizlarga dominant A, mana dominant A heterozigota B nechta chiqdi shu vaqtda? 2 tani 2 ta chiqgan vaqtida mana bu avlod 2 ta chiqgan vaqtida mana bu avlod nechta chiqdi bizlarda pinnit ichida? bu ham 2 ta chiqdi-da. Mana 2 ta chiqdi deyapmiz. Endi men Hmm. 2 ni mana bu 100 ni mana buni tagiga olib kelib qo'yaymi yo buni tagiga olib kelib qo'yaymi 100 ni? Masalan, shartida aytilgan 100 ni. Ikkoviga ham olib kelib qo'yavering. Yo'q ustoz. Ikkoviga demay turing-da. Hozir men xo'p, mana bu agar 4 chiqqanda mana bu 4 chiqdi. Hozir 100 ni men qaysini tagiga qo'yay ustoz? 4 chiqqan paytda unda gametamiz ko'p chiqadi-ku avlodimiz agar 4 ta bo'lsa. Xo'p, ustoz tushunmayapsiz-da, qarang. Xo'p, ustoz 100 ni hozir 100 qaysiga tegishli? Mana bu avlodga tegishlimi? Mana bu avlodga tegishlimi 100? Mana shunga, mana birinchida 2 ni tagiga tegishli. Shuni ikkinchi tagiga 100 qo'ysam, mana bu nechta chiqadi mendan so'ralgan avlod? Turistni 2 ga bo'lsak 200 ta chiqar ekan. 200 ta chiqadi, to'g'rimi? 800 ta. 8 ga bo'lsak 200 Nega ta. 800 deysiz? 200 chiqadi-ku. 200 ta turist. 200 chiqyapti. Hozir masalan shartda mana bu menda 4 emas 2 bo'lgan, 2 bo'lgan. Qarang, proporsiya tashlayotgan vaqtida avlodda avlodni tashlayapmiz-da. Proporsiyani yoki mana shu sonni men hozir mana bu yerga qo'yib ketdim, to'g'risidan, mana yuqorida. Ikkalasi bitta narsa bo'lyapti-da hozir. Ha. Tushunyapsiz-a? Tushunmadingizmi yoki? Endi tushundim. Mana biza faqat mana 8 tagidan umumiy jamini qo'yib, nechta so'ragan tagidan nechta so'raganini qo'yib ishlaganmizki, endi bu sizlarniki osonroq ekan. Qulayligi shundaki, xohlasangiz mana bunday tagiga qo'ysangiz ham bo'ladi yoki yonboshda mana to'g'ri qo'ysangiz ham bo'ladi. Qanday qilib qo'ya olmaysiz? Faqat mana bunday diagonal bo'yicha tashlay olmaysiz proporsiyani, masalan, anusini. Xo'p, avlodini. Tushundim, uni bilaman. To'g'ri tashlanmaslikni, lekin ko'paytirib, yonda diagonal bo'yicha ko'paytirib, tepadagiga bo'lib, bu yoqda bu pastdagini topib olsak oson-ku. Xo'p, hozir ustoz, meni usulim osonmi, siznikimi? Menikini qarang, mana buni qarang. Sizniki oson ekan, faqat ko'rmaganim uchun
ajablandimda. Men umuman u narsani umuman ko'rmaganim uchun. Biza faqat bundan qiyinroq bo'lsa ham bu nimadan foydalanib yuruvdim-da. Xo'p. Navbatdagi masalaga Bo'ldi, o'tamiz. rahmat. Mayli, xo'p, sog' bo'ling. Hozir nechini ko'rdik? Nechi ekan bu endi? Tojberk deb boshlangan Shuni ekan. savoli bilan bir qo'yib turing, savoli bilan bir rasm tushirib oling. Bo'ldi. Bo'ldi. Xo'p, PDF ni tashlab qo'yaman ustoz. PDF bu video ham bo'lyapti zapis xudo xolasa. Mayli, tashlayvering. Xo'p, shuni yakunlik. Xudo xolasa mana shu oxirgisi bo'lsin. Demak, 231-masalamizda beda o'simligida gullarning pushti rangda bo'lishi, oq rangda bo'lishi ustidan, bargining qirrali bo'lishi, tekis bo'lishi ustidan, dukkagining yirik bo'lishi, mayda bo'lishi ustidan to'liq dominantlik qiladi. Yozib olamiz. Xo'p, birikmaganmi bular? Pushti. Mustaqil holda eslanadi. Eshitaman ustoz? Mustaqil holda eslanadi ekan, birikmagan ekan. Ha, mustaqil degan ekanmi? Xo'p. Dominant bo'lsa pushti deyapmiz, resessiv bo'lsa oq deymiz. Oraliq irsilanishi yo'q degan, to'liq to'liq dominantlik qilyapti degan. Shu uchun bu holatda yozib oldik. Kimdir hozir qizil bo'lmaydimi dominant A deyishi mumkin-da gamma-zigota holatda deb. Oraliq irsilanish yo'q. Xo'p, ikkinchi belgi. Bargining qirrali bo'lishi. Qirrali. Resessiv B bo'lsa tekis bo'lyapti. Uchinchi belgi. Dukkagining yirik bo'lishi. Dominant D desak, yirik dukkak. Resessivini mayda deymizmi? Mayda debdi. To'g'ri, mayda. Berilgan belgilar yozib oldik, davom etamiz. Boshqa gammalik xromosomalarda joylashgan. Ha, mustaqil debdi mana. Digiterozigota pushti gulli, bargi qirrali, dukkagi mayda o'simlik. Digiterozigota bo'lishi kerak. Hozir bizlar agar 3 ta geni bor, 3 ta geni bo'yicha heterozigota bo'lsa, trigeterozigota bo'ladi. 2 ta geni bo'yicha heterozigota bo'lgan ekan. Shuning uchun digiterozigota degan. Digiterozigota pushti gulli degan, pushti bo'lish uchun dominant A bo'lishi kerak. Yondagisini bilmaymiz. Barglari qirrali debdi. Qirrali bo'lish uchun dominant B bo'lishi kerak. Yondagisini bilmaymiz. Dukkagi mayda degan. Mayda bo'lish uchun resessiv D qo'yamiz. 2 ta geni bo'yicha heterozigota bo'lsin degan edi. Shuning uchun men bularni heterozigota holatda yozib olaman. Digiterozigota deganlik uchun chatishtiramiz. Digiterozigota oq gulli, digiterozigota oq gulli, bargi qirrali, dukkagi yirik o'simlik bilan chatishtirilibdi. Oq gulli deyapti. Oq deganlik uchun resessiv A deymiz. Qarang. Bargi qirrali deyapti. Qirrali bo'lish uchun dominant B bo'lishi kerak. Yondagisini bilmaymiz. O'zi heterozigota bo'ladi. Mayli, davom etamiz. Dukkagi yirik debdi. Yirik bo'lish uchun dominant D bo'lishi kerak. Heterozigota deganlik uchun bu ikkalasini tushuntiryapsiz? heterozigota holatda yozib olaman. Eshitaman ustoz? Nimaga oson masalaga o'tib ketdik? Qiyin masala ishlasak bo'lmaydimi? Bular elementariy narsa-ku, genetikani. Ustoz bir boshdan ko'rib kelyapmiz genetikani. Darsga hozir qo'shildingizmi? Ko'rib turibman-da, boyagi qiyin masala ishlaganimiz yaxshi ketdi. Attestatsiyaga bunaqa masala tushmaydi-ku. Xo'p. Bu guruhda faqat attestatsiyaga qatnashadiganlar yo'q. Novdan guruhga boshlagan, masalan, endi tushunadiganlar bor. Davom etamiz. O'simlik bilan chatishtirish natijasida 4000 ta avlod olindi. Avlodlar orasidan pushti gulli, bargi tekis, dukkagi mayda o'simliklar sonini aniqlang debdi. So'ralgan avlodni yozib olamiz. Pushti gul bo'lish uchun dominant A bo'lishi kerak, yondagini ahamiyati yo'q. Bargi tekis bo'lishi uchun resessiv B bo'lishi kerak. Dukkagi mayda ekan. Mayda bo'lish uchun resessiv D bo'lishi kerak. Shuni so'ragan. Xo'p.
Demak, gamet olaman. Dominant A, dominant B, recessive D. Gamet olyapmiz. Diqqat qiling. Dominant A. Endi recessive B, recessive D deymiz. D'lar o'zgarmaydi. Gamma zigota holatda bular. Endi recessive A bilan olamiz. Recessive A, dominant B, recessive D. Recessive A, recessive B, recessive D. Bu organizmni olaman. Gameta recessive A. Bu ikkida ustoz. Eshitaman. Bu ona organizmnikida. Ahamiyati yo'q hozir bizlarga buni. Mayli. Onami, otami? Xo'p. Keyingi gameta recessive A, dominant B, recessive D. Endi xuddi shu ikkalasini recessive B bilan olamiz. Recessive B, dominant D, recessive A, recessive B, recessive D. Pendika tagini chizib olamiz. Pendika tagini chizib oldik mana, xudo xolasa. Umumiy 4 ming avlod olindi. Bizlarda nechta avlod olindi? 16 avlod olindi. 1 2 3 4. 16 1 2 3 4. 4 ni 4 ga ko'paytirasiz, umumiy 16 avlod olinadi. Jami 100% qilasiz. Yo'q, sonni so'ragan bizlarga. 16 ta avlod chiqdi bizlardan. Masalamiz shartiga ko'ra 4 ming ta olingan shu vaqtda. 16 taning ichidan nechta quyidagicha genotipga ega deyman? Dominant A, recessive B, recessive D. Tushunyapsizlar-a? 16 taning ichidan nechtasi dominant A, recessive B, recessive D ni izlaymiz. Chiqmaydi. Dominant A, recessive B, recessive D. Bu chiqmaydi. Mana bundan bitta mayl chiqyapti, bitta. Keyin dominant A, recessive B, recessive D. To'g'rimi? Ana ikkinchida Bu yoqdan chiqmaydi. Bo'ldi, chiqmaydi. Bitta chiqyapti bu deymiz. Mana bitta bo'lsa qancha bo'ladi deymiz. 16 taning ichida bitta bo'lyapti, 4000 taning ichida qancha degandek gap. Tushunarlimi? Proporsiya yoki proporsiya ham boshqacha tashlaymiz, tushunyapsizlarmi? ana shuni to'g'ri tashlang. Ana shuni. Demak, quyidagicha genotipga ega avlod bitta chiqdi. Bitta chiqgan vaqtda jami avlod 16 ta edi. Bizda shu vaqtda 4000 ta avlod chiqgan. 4000 taning ichida qancha deymiz? 16 ni 4 ga bo'lsak 4 bo'ladi. 250 ta. 16 ni emas, 4 ni bo'lyapmiz. 250 ta. 4 16 ga bo'lsak 0.25, 250 bo'ladi, to'g'ri? 250. Siz javob. Demak, 250 ta degan javob olishimiz kerak bizlar. Bu masala bo'yicha savol bormi? Qaysi qismini tushunmadingizlar? 3 ta geni bo'yicha keldi endi. Yuqorida ikkitasini ko'rgandik. Bu masala tushunarli bo'ldimi, ustozlar? Zo'r tushundik ustoz. Rahmat, baraka toping. Xo'p, u holatda chatni yakunlaymiz, ustozlar. Bilmadim necha soatdan beri davom etyapti. Bir Ertaga ham anasini qiling. savol Komplementariy o'rtatib turing. Savoli bilan bir tushiraylik. Bo'ldi. Ertaga Xudo xohlasa nechida boshlaymiz endi ustoz? Boshlaysiz aniqrog'i. Sizlar darsga kirmayapsizlar, men xafa bo'lyapman. Kim kirmayotganiga keyin chiqib ketyapman o'chirib chatni. Ustoz, ertalablar chat qilaman dedik. Nima? Ustoz, qildim, hech kim kirmadi. Shuning uchun kanalimni o'tkazyapman ertalab. Behruzbek ertalab darsdamiz, o'qituvchimizda, o'shaning uchun soat 4 dan keyin bemalolmiz uyga kelib. Yo'q, 4 dan keyin ko'pchilik kirmayapti, shuning uchun ertalab o'tkazmayapman. Kira olasizlarmi 4 da? 4 debman. Ertalab farqi yo'q. Vaqti borlar kiradi. Siz yozib qo'ying, shu vaqtda chat qilaman deb agar vaqtingiz bo'lsa. Men bir ikkita kishi uchun chat qila olmayman-da men. Nega? Bo'lmasa kelishib olaylik, hozir mana ko'pchilik bor ekan. Kanalda ko'proq odamga foydam tegadi meni. Nolovoylar uchun-da, nolovoylar uchun alohida. Hozir hamma bo'ydotlayotibdi-ku. Milliy sertifikatga tayyorlanish kerak, qiyin savollarga tayyorlanish kerak deb. Ana shu qiyin ham o'zi aslida boshidan boshlanadi-da. Aytdi-ku, men endi yurishni o'rganayotgan bolaga siz anavi olimpiadaga qatnashasiz deyolmaysiz-ku deb. Shu murakkab savollarimizmi, oddiy savollar yig'indisida ustozlar? Shunday. Boshida o'zi nazariyani to'g'ri tushunib olishimiz kerak-da. Komplementariy pistazlar bo'yicha ham ko'rsaymiz. Komplementariga ham kelamiz, ha. Bunda nechta masalasi bor ekan?
qarang, keyin Ustozlar, Behruzbek shu darsni boshlashingizdan oldin bir nazariyaga bir ozroq tushuncha berib o'tib ketsangiz qanday bo'ladi? Endi boshqalar bilmadim. Nazariyasini o'tib berganman-da. Masalan, mana shu mavzuni aytadigan bo'lsangiz, nazariyasini o'tib berganman. Tashlab ham qo'ydim, adashmasam. Tashlab ham qo'ydim, to'g'ri? Ha. Yana tashlab qo'ying. Xo'p. Xo'p, unda chatni yakunlaymiz, ustozlar. Buni PDF ni tashlab qo'yamiz. Behruzbek, siz anavi soat falonchida chat deng, o'shanga qarab biz vaqtimizni to'g'irlaymiz-da. Yo'q, Ha, shunday. meni vaqtim bor. Siz o'zlaringiz vaqtingizni aytishlaringiz kerak, ustozlar. 4dan keyin liboy bir soatni ayting, o'shanga qarab biz vaqtimizni to'g'irlab kirishga harakat qilamiz. Ishlarimizni shunga qarab qilamiz-da. Ustozlar, mana safarlikka turamiz-ku, o'shandan keyin biron soat bersalar bo'lmaydi. Yaxshi bo'ladi ana shu ham. Apil-tapil og'zimizni yopib tashladik tagin, kiraydik-da. Domla necha vaqtdan beri shunday qilyapti-ku, hech kim kirmayotgani uchun. Ertalab biz kira olmaymiz. 7da qilyapti-da, Behruzbek 7da boshlayapti. 7da уже hamma ovqatlanib, anavi qilib maktabga borish payda bo'ladi. Ha, mayli, hammani omadini bersin. O'zi apelni olib chiqadi. Birdan balandlarga osilyapman. Xolos, shu tog'da so'rasang qo'yga kerak. Nima? Yaxshi niyat yarim mol. Ha, nasib bo'lsa, aytganlaringiz kelsin, olay endi. Biz bir marta kirib chiqdingiz. Yo'q, kirganim yo'q hali. Attestatsiyaga 2 marta kirib chiqqanman. Endi milliga ham bir o'zimda urib ko'rayin qanday ekan. Xo'p, ustozlar, chatni yakunlaymiz. Mayli, rahmat Xo'p, Behruzbek, mayli, sog' sog' bo'ling, salomat ertaga bo'linglar. tushuntirganingiz Xato uchun. kamchiliklarga rozi bo'linglar. Alloh undan ziyoda qilsin. Sizga Sizga rahmat. rozi bo'lsa, chatni yakunlayapmiz, ustozlar. Rahmat hammaga. Xo'p, sizga rahmat. Mayli, salomat bo'linglar, chatni yakunladim.